尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家下午好！欢迎来到新疆宝益康大健康投资控股集团宝贵的医学新闻发布会的现场，我是主持人纳迪拉，大家好。Hörmətli Gülçıraylar, Xuşçıraylar, mağlarına kəlgən əziz qədimağlar mərhaba. Mən Şinjan Radio Televiziya Stansı, Şinjan Xəbərlər proqramısının diktor yazıcısı Şəvkət Taşmaməd. Məndən əmağlağa seyğinib, mekirlik salamlar olsun. Xuş gəpsizlər sizlər. Salam mehribon onalar, qadrli otalar. Boyikan umum saqlamlik guruhimizning bugungi faoliyatimizga davom etib kelgan Kenshanning janub shimolidagi barliq vakolatchilar didori g'animat. Riyosatchi qizinglar Nadira Shavkatdan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Nadira, xo'sh, aziz mehmonlar, bugun mana biz Boyikan guruhi sağan nait mol katta barakatli dasturxon dasturxon bo'lib o'tiribdik. Men shu nait hayajonlanib o'tiribdim Nadira qiz. To'g'ri aytasiz Shavkat. Bugungi mush dasturxonmi to'liq bir qutlug' kunga selinibdi. Nadira qiz, bugungi bizningki shu Şinjan Boyikan umumiy sog'lomlik mablag' selish pay kontrol guruhimiz uyushtirgan bu faoliyatimizni Şinjan Kuychi madaniyat taqdiri shirkati bevosita subsida naq maydonda mas qadam taqdidu. Barliq do'stlarimizninki bayam degandek o'zining qiyofatlariga diqqat qilgan asosda taratquv vositalarida chiqishini uchun qalbimizda umid qilamiz. Unda bo'lsa hammanglarning ro'yi qiyofatinglar texan bir jo'shqin ko'tarangi bo'lgan bo'lsa. Bo'ldi, undan bo'lsa bugungi faoliyatimizni boshlashdan burun oldi bilan faoliyatimizga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlarimizni ko'pchiligi bir tanishtirib o'tamiz. Beijing Qiankun Junan advokatlık qoruning advokati Tang Bingjun efendim qarshi olamiz. 新疆宝益康大健康投资控股集团讲师医学顾问彭艳玲女士，欢迎你。 Şinjan Boyikan umumiy sog'lomlik mablag' selish pay kontrol guruhining tibbiy maslahatchisi va lektori, Şinjan Shexans tibbiy universitetining kelin-kilik davolash kasbini bitirgan 30 yillik doktorlik salohiyatiga ega modiri doktor Peng Yanling xonim qarshi olamiz. 新疆宝益康大健康投资控股集团医学顾问专家任建江，欢迎你。 Şinjan Shexans tibbiy universiteti klinik meditsinasi jongi tibbiyot kasbini a'lo natijadan bitirgan bakalavrlik unvoniga ega Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik nazorati tarmoq atirti turmi doktorxonasining sobiq mudiri Rinjanjang efendim qarshi olamiz. Şinjan san'at yurti muqam san'at o'mikining davlatlik birinchi darajalik artisti o'zining nihoyatda esil va ijodiy xalq kuylari orqali xalqimiz qalbidan cho'nqur o'rin olgan atoqli naqshchimiz Muhammad Iminiyaz Husayn efendim qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan san'at yurti muqam san'at o'mikining davlatlik birinchi darajalik artisti xalqimiz qalbidan cho'nqur o'rin olgan atoqli naqshchimiz To'rsingul Qodir xonim qarshi olamiz. Şinjan san'at yurti muqam san'at o'mikining davlatlik birinchi darajalik artisti o'yinchi muqamlarimizni voyaga yetkazib etish bilan birga yana o'zining intayin esil ijodiy kuylar orqali xalqimiz qalbidan cho'nqur o'rin olgan atoqli naqshchimiz Muhammad Tursun Barat efendim qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan san'at yurti muqam san'at o'mikining davlatlik ikkinchi darajalik artisti o'zining yoz shamlidek illiq yiqimliq ovoz orqali 12 muqamlarimizni shundaqla mo'ngliq chiroyli ijodiy kuylarimizni xalqimizga sunib kelayotgan el sevgan atoqli naqshchimiz Ra'no Ro'z xonim qarshi olamiz. Şinjan san'at yurti muqam san'at o'mikining davlatlik ikkinchi darajalik artisti 12 muqamlarimizni voyaga yetkazib o'rnab kelayotgan shundaqla sho'q güzel xalq kuylarimizni voyaga yetkazib etib xalqimizning qalb to'ridan o'rin olgan atoqli naqshchimiz Abduqodir Yarali efendim qarshi olamiz. Qarshi olamiz. İpek yolu sadasida o'zining chiroyli degan naqshlari bilan butun tor dunyosida tanilgan danq naqshchi Ro'z Aziz efendi qarshi olamiz. Qarshi olamiz. San'at maestrini tarbiyalash yo'lida uzluksiz tirishayotgan To'kar Bag'ban Şinjan san'at yurti muqam san'at o'mikining tanilgan yosh talantli naqshchisi mening ustozim Mayrana xonim qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan san'at yurti muqam san'at o'mikining yosh talant usulchisi, Şinjan usul malikasi deb nom olgan Şinjan yaxshi usul programmasining chempioni Kamila Qurbon xonim qarshi olamiz. Şinjan Boyikan umumiy sog'lomlik mablag' selish pay kontrol guruhining qurg'uvchisi, qonuniy vakili, bosh lider, bugungi dasturxonni bizga sog'an sohib egisi, bosh lider Amangul xonim qarshi olamiz.
qarshi olamiz. Rahmat. Şinjan Baoyikan Umum Sağlamlık Məbləğ Siliş Pay Kontrol Guruhining baş nazoratchisi, Yumshaq Detal injeneri, uzun yillik ma'rifchi baş nazoratchisi Yaqubjon muallim qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Şinjan Baoyikan Umum Sağlamlık Məbləğ Siliş Pay Kontrol Guruhi Bazar İçiş bölümünün baş direktori Baracan efendim qarshi olamiz. Hoş geldiniz. Yuqorqi mehmonlarimizni yana bir qatam qarshi olamiz. Egan asqarmanlar merhaba. Hoş geldinizler sizler. Shavkat. Hoş. Bu yil noyatın bir xosiyat yil bo'ldi. To'g'ri, bu yil partiyamiz qurulganligining 100 yilligi. Shundaq, 100 yillik kurash, 100 yillik orzu umidlar, 100 yillik tirishchanlik. Albatta, mana shunday xosiyat kunlarda biz o'zimizning usul orqali partiyamizga bo'lgan mehr muhabbatimizni ifodalashimiz kerak, shundaqmi? To'g'ri, mana shunday paytlarda Şinjan Baoyikan umumiy mablag' silish pay kontrol guruhiga barliq xodimlar partiyamizning 100 yilligini qurilganligini muboraklab tantana qilib, tövandagi umumiy xorni barliq mehmonlarning huzuriga yetkazdi. Yana birlikda xorni huzuriga olgan bo'lsak, Nadira qiz. 好的，首先请大家欣赏宝益康集团的各位员工为大家带来的合唱《洒满阳光的新疆》，一起来欣赏。 Yana merhamet. Rahmat. Yuqorida bizning Baoyikan guruhidagi ishchi xizmatchilarning bizga o'rinlagan maqsadi aytilganidek, partiyamizga bo'lgan mehr muhabbatimizni tuman tillarda kuylasakmi, kuylab tugatgili bo'lmaydi, shundaqmi? To'g'ri aytdingiz Nadira qiz, endi mushu sahnamizniki texmi avjiga chiqish uchun Uyg'urcha bir nazrukumdan hozirlangan bo'lsa qanaqa deysiz? Bo'ladi, unda bo'lsa birlikda huzurlanaylik. Marhamat.
Ko'pchilik rahmat. Kenshanning jo'natishini oldigan barliq vakolatchilar. Yangi sapga Baoyikang guruhi qo'shilgan yangi vakolatchilar bo'lgan bo'lishi mumkin. Nurg'ulg'an do'stlarimiz mush Baoyikang pay kontrol guruhi tanishtirilgan qisqa filmni ko'rmadi. Biz barliq tomoshabinlarning huzuriga tövanda Baoyikang umum sog'lomlik mablag' silish pay kontrol guruhini tanishtirilgan qisqa filmni birlikda ko'rishni huzuringizga sunduq. Yine unda bo'lsa manglar cho'ng ekranga nazaringlarni ag'dargan bo'lsanglar. Marhamat. Bana, 40'dan açtım. Kadınlarım günden güne ağırlap ketgende geç kalavatım. Acaba rastlanıp kayırgandım hem? Yok. Aslida kayırmaptım hem. Belki çarçap kaptım hem emez. 40 yıl. Bu tekimini kıral vaktim iken. Lekin doktor bana kan besimi edip diagnoz koyup koydu. Ay maşallah. Konula acaba bir 40 yaşın, 40 yaşın da diken. Neymi kalsaysa şundak diyen boğuydu. Oy. Ben neçe vakittin beri acaba bunda kışlakı dikkat kılmap dikenmen ha? Aslida mening tamoq yeyish so'lim to'g'ri emas ekan. Yana turmush oritimni nachar ekan. Nima? Ha, demak men qiyirmabdim. Bu yerda bir sir bor ekan emas. Zodi qanchalik odam bu sirni biladigan. Men bir izdirdim. Men izlangan sirning ichiga kirib ketyapman. Odam badani nima degan sirliq. Aslida bu sir bakla oddiy ekan. Hamma odam biladi ekan. Men biladi ekanman. Lekin nima ish qilganim shunda qo'yib qolaman. Yo'q. Hamma odam biladigan ish bo'lsa bu sir emas. Bu yer yana cho'qim boshqa bir narsa. Nima? 800 yoshga kirgan odam? Men sirning haqiqatini bilishga boshlaganda qilaman. Asli sirning manbasi o'zimdek emas. Bundaqda har bir odamning o'zida bu sir mavjud degan. Odam bilib turib qilmaydi. Bilmay turib qiladi. Mana bu o'z hayotiga o'zi ekak sog'al. Voy, bu ovoz bakka to'nishku. Yo'q, bu mening ovozim. Bu sirni ichib tashlash kerak. Men bu sirni hammalarga tushundiram. Yo'q, avval o'zimdan boshla. Siz hayotning intoyli qimmatli ekanligini bilasiz. Bilaman. Siz hayotning faqat birlikdan keladiganligini bilasiz. Albatta bilaman. Bilaman. Siz kim? Siz sog'lomlikning muhimligini bilasiz. Bilaman. Shunda siz nurg'un narsalarni bilasiz. Ammo siz amal qilmaysiz. Men o'zingizning sog'lomlikka ko'ngil bo'lganingiz dal siz so'ygan, sizni so'yganlarga ko'ngil bo'lgansiz. Siz so'ygan, sizni so'yganlar uchun cho'qim umumiy sog'lomlikka ko'ngil qo'ying. Mana Shavkat, bugun bizningki Şinjan Baoyikang umum sog'lomlik mablag' silish pay kontrol guruhimizning axborot e'lon qilish yig'iniga mana mushundaq isil me'morlarimiz va xalqimiz eng yaxshi ko'radigan san'atkorlarimiz o'rin olib o'tiribdi. Mana albatta bugungi mushu aziz me'morlarimiz qatoridan o'rin olgan bizningki ataqliq naqshimiz Şinjan Muqam san'at o'mikining ataqliq naqshisi, suyimli san'atkorimiz Muhammed İminyaz Hüseyin efendimmi bugungi mushu so'rinimizga Atalar bayramlik o'zining bir ko'ngil sovg'isini olib kelibdi. Unda bo'lsa sahnamizni İminyaz akamizga bergan bo'lsak, qani marhamat. Salam, oldi bilan aziz qarindoshlarning mushu vaqti xayrlik bo'lsin. Bugun nayt chiroyli bir so'ringa maydonga kelibmiz.
mush münasebeti bilen Şinjan Boyukan Guruyining bunun ikinki işlerinin nayta chiroyli muvaffaqiyatli bo'lishini umid qilaman. Ekran oldidagi barliq aziz mehmonlarga salom yo'llash bilan birga barliq otalarning bugungi bayramini muboraklayman. Hammanglarning teni salomat bo'lsin, ishlaringlar utuqlik bo'lsin, teninglar salomat bo'lsin. Farzand ishqi, ya'ni 7 farzand degan naqsha aziz mehmonlarning huzurida bo'lsin. Bugungi otalar bayramiga atab ishqinglar bo'lsin. Rahmat. Anam vermey keldi ten açık terge almış durup verdi bizge ten bu hayatta ata anam vermey geldi ten açık terge almış durup verdi bizge ten Yürimsiz tokaştık anam Alemçe bulaştık dadam Kara kışta gülhan oldu Yazda sahiben Kara kışta gülhan oldu Yazda sahiben Nangazula kızıdı anam Cannahımla tüzüdü dadam Can anam buldu dertmenin dadam Kökte hilalay ketmenin dadam Küllüme diyesinler göbek az Aramı canlı olsun hayalına Kırıkta kiribiz Erdoğan'ın tuzaklarının Ayaklık'nın sınaklarının Öteleyimiz kayta kayta imtihan verip biz Öteleyimiz kayta kayta imtihan verip biz Öteleyimiz kayta kayta sınav verip biz Namazula tüzüdü anam Cannahımla tüzüdü dadam Can anam buldu dertmenin dadam Kökte hilalay ketmenin dadam Küllüme diyesinler gebek az Aram canlı olsun ayağına Yette perzent iduk bizler Yette parça et Hasan Hüsen kabi kökte Parlayımız ebed Hürlerimiz hamanda biz Hürlerimiz armanda biz Küçük yıllar tas tap bizge bir dup fırsat Yıllar taska bizge biri doğursa Küçük
chuchkur yillar tasqa bizga beredi fursat. Nonga zulab üzüdü anam, canga hurmulab üzüdü dadam. Can anam buldu dertmenim dadam, kökte hilalay ketmenim dadam. Küllemedi yesinlerge bek az, haramcallık olsun hayalda. Haramcallık olsun hayalda. Rahmat. Rahmat ustoz, sizga bir naqshlarni qo'yib bergimiz kelmadi. Yana bir talablar chiqib qoldi. Sakindan tushib ketmay, yana bir sho'x naqshni bir o'rlab bergan bo'lsangiz. Bo'ladi. Rahmat. Bo'ldi, sakinsiz qoldi ustoz. Aziz mehmonlarga qayerda sen degan naqshamni o'rlab beray. Şinjan Muqam Ansamblening ataqliq usulchisi. Şinjan yaxshi usul sahnasining ataqliq chempioni Kamila Qurban bir parvoz qilib bersa ekan degan umiddaman. Qani. Marhamat. Vafadarım qaylardasan, aziz yarım qaylardasan. Vafadarım qaylardasan, bergin sana. Yalgızlıktan hiçbir adam ölmezken emma ben ne kılacağım halince buldum vücuda. Yalgızlıktan hiçbir adam ölmezken emma ben ne kılacağım halince buldum vücuda. Meyle emri bu başımda salsan bu sevda. Siz yarım qaylarda sen bergin sada. Meyle emri bu başımda salsan bu sevda. Siz yarım qaylarda sen bergin sada.
北京乾坤君安律师团队合伙人、中国正盛律师联盟乌鲁木齐首届秘书长律师庞彬君先生上台为我们讲话。Dostlar, hammamizga ma'lum, shu nurg'ulg'an shirkatlarning oqidan mangan vakolatchilar bo'lsin, mablag' solgan kishilarning hammasi birinchilab shirkatning oqi terkiga qiziqdi. Bu shirkat qonunliqmi, mahsulotlari qanday yo'l bilan kirgan deb. Shunga javob tepish uchun biz Beijing Jiankun advokatlik o'rnining advokatini, bu shirkatning xos advokatini sizlar uchun so'z qilib berishga va so'raydigan savollaringlar bo'lsa advokatdan maslahat olsanglar bo'ldi. Qanday bo'lsa advokat. 好，首先非常感谢我们主持人、主办方，还有我们这个经销商，以及各位在座的尊贵的贵宾们，大家下午好。我是咱们这个北京乾坤律师事务所君安律师团队创始人庞炳军律师。 非常荣幸呢，能够参加此次盛大的产品发布大会。认识宝益康，我们也有一段时间了，特别是在这个乌鲁木齐这座充满了活力、希望，而且各民族团结和谐的城市里边啊，乌鲁木齐孕育了很多非常优秀的、极具潜力的 优质企业，那么我们宝益康集团也是其中之一。据我所了解啊，咱们这个宝益康集团诞生于2015年，是一家长期关注和致力于健康产业的优秀企业。经过这么多年的发展，宝益康集团已经发展成为一个注册资本超过 1亿人民币的企业集团，旗下总共有11家子公司，涵盖了医疗器械、医药健康、生物科技、养生美容、医疗教育、文化传媒等8大领域。当前呢，伴随着这个后疫情时代的到来， 其实我们每一个人也越发的关注自己的健康和安全。医疗产业，我们认为啊，在未来必将迎来一个不可估量、蓬勃发展的历史性机遇期。我们也相信，宝益康集团在这样一个风头浪尖的风口时代，未来的发展也是不可估量。 作为北京乾坤律师事务所啊，我们已经成立了近30年时间，长期的为优秀的党政机关、企业单位和精英人士提供专业的法律服务，先后服务于咱们自治区人大及人大常委会、自治区税务局、自治区国土资源局、自治区国资委、自治区老年病医院、新疆交建集团、 新疆轻工业集团、新疆粮油集团、大元建业集团等等众多企业，是企业发展不可缺少的可靠伙伴。未来呢，我们也相信，也有信心，能够和咱们宝益康集团建立更为深厚的合作伙伴关系，为我们新疆的健康产业服务。在此，我预祝 宝益康集团今天的新产品发布会圆满成功，祝贺各位出席的嘉宾身体健康，事业发达。谢谢大家。谢谢。好，非常感谢庞律师的讲话。现在我们有请新疆宝益康大健康投资控股集团讲师、医学顾问 彭艳玲女士上台为我们讲话，有请。Amdi Şinjan Baoyikan Umumi Sağlamlık Mablag' Payı Kontrol Büroyu'nun tibbi maslahatchisi va lektori, Şinjan Sheyxans Tibbiy Universitetining kelinkilik davolash kasbini bitirgan 30 yillik doktorlik salohiyatiga ega modir doktor Pang Yanling xonimi so'z taklif qilaydi. Yana marhamat.
来宾、朋友们，大家下午好。我是宝益康大健康投资控股集团的医学健康顾问彭艳玲，彭医生。我呢在集团公司里负责答疑解惑，各位在座的来宾有问题都可以来咨询我。那我们女性朋友在当下社会中呢，发挥着越来越重要的作用，不仅是温柔贤惠的持家高手，更是驰骋在职场上的优秀女性。所以呢，健康对我们尤为重要。为了更好地满足女性朋友们在新的社会环境下角色不断变化的健康需求，我们宝益康大健康控股公司呢，高度重视女性的健康，科学地促进健康事业。那大家都知道，我们宝益康集团的董事长阿曼古里女士，就是一位优秀的女性。好，感谢我们的彭女士。阿曼古里的şu Baoykan Mihirgiya mahsulotlardan Mihirgiya tabletini kapsuluğu deyme. Bu şunu tushuntirib berishni taklif qilamiz. Mana shu Mihirgiyaninki umumiy ahvolni sizlarga bir tushuntirib o'tsam. Mihirgiya hisobda meningki 2 yillik shu izlangan birdan-bir yakalatki doğruluk qiymati intayin yuqori bo'lgan o'simlik dori hisobda. Bu meningki mayli kechalab izlanay, mayli kunduz izlanay, mayli qanday holat izlanay, menga nisbatan eng bexatar, eng ishonchlik, eng unumi bor, eng yaxshi mahsulotning birisi. Bizningki Baoykan Mihirgiya organik Mihirgiya kapsulimiz ham talqinimiz bo'lsa, hozirgi mushu oldin olish xizmatini asos qilgan, har qaysi ergashma kasalliklarga bevosita ta'sir ko'rsatadigan yaxshi mahsulot hisobda yuqori qon besim, qondagi may, uningdagi shu jigardagi may, shu umum badanninki zahar tozalashdan tortib jigar iqtidorini yaxshilash, nafas yo'li kasalliklariga favqulodda unumi yaxshi. Bu daqiqada shu markazdan Mihirgiyaninki shu tojismon shu virusliq öpke yaloq qarta önümünün nayt yaxşı ekanligini markaz xabarlarida muxtordi. Balkim ko'rgan bo'lsanglar, xabar topsanglar. Bizningki Mihirgiyadan buningdan keyin davomli to'liq foydalanib, mush mahsulotlarni yaxshilatishni umid qilaman. Uning ustiga bizning bu Mihirgiya birdan-bir ko'p qirliq, har qanday kasalni tanlamay turib, o'rtaq unum beradigan mahsulot. Hamda mayli köpüş sistem olsun, mayli nefes sistemimiz olsun, mayli min qan tomir sistemimiz olsun, ishki kasal qarta tatib, hatta shu ximiyalik davolash ipag'an kasallarninki davolangandan keyingi qo'shimcha davolanish parvish qilishidan tatib ishlatadiganға unumi alayda yuqori. Chunki buningki tadqiq qilib, necha qatim shular qo'ldan o'tkazib, shuni ishlab chiqargan zavod bilan bizningki o'tirdi ishonchlik to'xta. Men biz bir hafta kecha kunduz shu zavoddagilarni avar qilib, yanfa qilib, uxlag'iliq qo'ymay ashundaq tekshirib buni eng oxirida qo'lga keltirgan natijamiz. Buningki umum ahvolni men sizlarga maxsus ayirmish keyin to'plarda, salonlarda yana tushuntirib borman. Bizningki bu Mihirgiya mahsulotlarimiz buninglarla to'xtab qolmaydi. Biz buningki bu qitim shu maxsus iste'mol qiladigan cho'pni, uningdan keyin bolalar, cho'nglar, andan keyin tini ojiz, bekrak ojizlar iste'mol qila oladigan maylardan tatib chiqarmoqchi. Buning tanarxi yuqori bo'lsa-mu, garchi sumirilish intayin yaxshi, iste'mol qilishimizga foydali, o'zimizning buningdan keyingi har qanday turmushimizda odatlantiradigan bir intayin yaxshi ozuqlik bo'lib qolg'isi. Sizlarning o'xshashlar turmushinglarda doim ayırmay yeninglarda shuni iste'mol qilib berishinglarni, har kuni ichayotgan suyunglarga, yeyotgan tomog'inglarga o'xshash iste'mol qilib berishinglarni umid qilaman. Chunki bu birdan-bir oldini oladigan, immun kuchini yuqori ko'taradigan
bizningki ömür uzatadigan eng yaxshi tabiiy dori. Tabiiy mahsulot. Rahmat. Amangül Leydir, rahmet. Unda olsa bir tam aramayıp doğan bolsunuz. Yani sizin sahneye alayı teklif kılımız. Rahmet sizge. Unda olsa şu Tiyanshan'ın Janub Şimal'dan bolup Xotan'dan kelgen aziz mehmanlarımız köpken. Çokum emmanla vakaletçi bolduğunlağı deyme. Vakaletçi boğan dostlarımız sahneye çıkan bolsanlar sizlerge Şinjan Baoyikan Umumi Sağlamlık Məbləğ Seliş Pay Kontrol Guruhi sizlerge vakaletçilik guvanamız takip verdik. Unda olsa vakaletçilik hukukunu ağan barlık vakaletçi boğan dostlarımızı sahneye teklif kılımız. Keni sahneye merhamet. Bizning sahnedagi bu vakolatchilarimiz mana birdan-bir go'zallar. Odam sog'lom bo'lgan vaqtida go'zallik teshig'i tepib turdi. Shunami Shavkat? Shundaq. Haqiqatan bizning Baoyikan mahsulotlari kishiga sog'lomlik ato qilib qolmay, yana go'zallik ato qiladi. Unda bo'lsa, bizningki shu vakolatchilarning ham sahnaga hozirlanib bo'lgan bo'lsa, biz yanıla biz avar qilgan adımımız Amangül Hanımken, Amangül Hanım sizni hamkorlashuvchi vakolatchilarga guvanam taqdim berishga alohida taklif qilamiz. Qani sahnega marhamat. Qani marhamat. Hoş geldiniz. Sizin için de avar kılattık. Aman gündeydi. Mana bizning guvanamız mı? Tayyordu. Sizning taqdirliginiz huquqnoma Şinjan Baoyikan Umumi Sağlamlık Məbləğ Seliş Pay Kontrol Guruhi Xotan rayoni baş şirketining mas'uliga Güzel Nur Hanımga shundami? Güzel Nur Hanım. Muborak olsun. Muborak olsun. Chavaqcha sanglar bo'ladi mehmonlar. Amangül Hanım, birinchilab Güzel Nur Hanımga buyurishingizga sabab nima? Men shuning sal qiziqyapman. Bizningki Güzel Nur Hanım biz bilan hozir qadar qo'lni qo'lga tutib, mo'rim-mo'riga ko'rib, eng yaxshi tirishayotgan, eng qaltis, ham bizning aramizda birdan-bir eng sadoqatman, jafoda rahat ko'rgan bizningki eng qaltis, ham o'quvchimiz, ham hamkorlashuvchimiz, ham bizning eng yaqin do'stimiz. Hisobda bizningki Xotan viloyatining qarmoq şirketiningki baş mas'uli shundaqlar. Shu birinchi do'kondan qurilgandan dastlabki qadam olgan bizga qo'lini ko'tarib chiqib, "Men qilaman" deb bizga kuchini bergan Isil xonim bu. Shunga men oldindan mush xonimni tabriklashni loyiq ko'raman. Rahmat, muborak olsun. Qo'lingiz bilan huquqnomani barliq vakolatchilarga taqdim etishimizni. Endi Amangül Xonimni Şinjan Baoyikan Umumi Sağlamlık Məbləğ Seliş Pay Kontrol Guruhining Lut noyasidagi birinchi tarmoq shirkat mas'uliga huquqnomani taqdim etishni taklif qilamiz. Dilnur Hanımga huquqnomani taqdim berdi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Bir taqassumi ismini atashni loyiq topdingizmi? Somurg vakolatchilar. Endi taqdirligimiz Şinjan Baoyikan Umumi Sağlamlık Məbləğ Seliş Pay Kontrol Guruhining Somurg dərəcəlik hamkorlashuvchisi.
Vakolatchilar sizlarga yana bir qatim muborak bo'lsin. Hamda burkutlar, sahnadagi burkutlar, bizning burkutlar rejlik vakolatchilarga huquqnoma taqdim beramiz. Mana bizning sahnadagi burkutlar qizlarimiz o'zlarining tirishchanligi orqali mana bugungi sahnamizga o'zlariningki eng go'zal holda namoyon qilib turibdi. Sizlarga yana bir qatim muborak bo'lsin. Rahmat amangilaydi sizga. Bizning barliq vakolatchilarimizga yana bir qatim muborak bo'lsin. Ishlaringlar o'ngishli bo'lsin, xizmatlaringlar ko'ngilli bo'lsin. Xotin shirkatining mas'uli siz va Do'st Guzalnur xonimniki ishki qiz yurak so'zni anglagan bo'lsa, qolgan mehmonlar tushib ketgan bo'lsanglar, rahmat. Unda bo'lsa Guzalnur xonim, kelgan bo'lsangiz şirket Baoikan guruhi to'g'riliq, Amangul lider to'g'riliq, mahsulot to'g'riliq o'zingizning tushunchangizni biz so'zlab beramiz. Salam, Şinjan Baoikan umumiy sog'lomlik mablag' solish pay kontrol guruhining barliq ishtirokchilari, naq maydoniga boruvchi ko'rinmanlar, hammanglarga mendan o'tliq salom va oliy ehtirom. Men Şinjan Baoikan umumiy sog'lomlik mablag' solish pay kontrol guruhining Xotan Baoikan umumiy sog'lomlik boshqaruv cheklik shirkatining mas'uli qonun vakili hamda Baoikan guruhining 1 millionlik so'mlik vakolatchisi Guzalnurdan hammanglarga o'tliq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Balkim siz nima uchun Xotanda bu tarmoq shirkat qurish xiyoliga kelib qoldingiz deb nurg'un kishilarningki kallasida bu o'y tug'ilgan bo'lishi mumkin. Men o'zim 10 necha yillik Uyg'ur tibobat doktori. Men mushu sohada kasal davolab, mushu sohada tirishib kelgan bir doktor. Men tor sohasida Amangul muallim bilan tanishib, shunchalik tirishchan, shunchalik qaysar, shunchalik oq ko'ngil, shunda bir qo'lida beshik tavrasida, bir qo'lida boshqalarning sog'lomligi uchun kurash qilgan bunday xosiyatlik ana ham doktorni haqiqatan hamma hurmatlayman. Haqiqatan gaz gapni desam oldida titrayman. Nima chunki men ilmlik kishilarni hamda hurmat qilaman. Hurmat qilganlik sababdan titrayman. Yoki bu Amangul muallimga qo'rqitgan emas, yoki men qilgan emas, biroq men shunchalik hurmatim bo'lg'achqa xato so'zlab salamdimikin deb titrayman. Shunga Amangul muallimga, mushu yo'lga yetaklab kelgan Amangul muallimga cho'nqur rahmatimni bildiraman. Rahmat muallim, umringiz uzun, tiningiz salomat bo'lsin, oilangiz baxtli bo'lsin. Haqiqatan ajrning tegi oltin degan gap ham shu. Bir ishga ajr qilgan chog'da cho'qim uning mevasini ko'gli bo'ldi. Endi bizningki bu Baoikan umumiy sog'lomlik mablag' solish pay kontrol guruhimiz birinchidan mushu sog'lomlik ma'rifatini ching tutadi. Endi bizning bu Xotan diyorida bizningki Uyg'ur tibobat meroslari, maxfiy reseptlar nihoyat jiq bo'lsa-mu, biroq sog'lomlik sohasida hukumatning o'lchamiga yetmagan, o'lcham bo'lmag'achqa nurg'un ishlarda davolash ishlarimiz haqiqatan qiyinchiliklar yo'liqdi. Endi bizning bu Baoikan guruhimizning shu ma'rif sistemasida shu necha yil shu
Uyghur tibbiyot bilan shug'ullanib, kasal davolab kelgan tiyiplarimiz yetaklab, davlat tili saviyasini yuqoritib, ularni mushu sohada yetaklab, ularga kasbiy iqtidor kinishkisi chiqarishiga yordam berib, shularni bir yana mush davolash ishlarini tertiplik etmengishini maqsad qilgan noyatda bir qaltis bir guruh. Men shunga ichimdan teşimdan shunchalik qoyil ham mayil. Men shunga bu Baoyikan guruhiningki kundan kunga taraqqiy qilib, kundan kunga ro'naq topadiganga kuzatib yetgan. 2030 yillik sog'lom Jungo barpo qilish nishonimizga yetishdik. Eng cho'ng to'tqinlik yo'l o'ynaydigan noyat cho'ng bir guruh. Shunga hemen bu guruhga egesem bizningki mushu Xotanniki nurg'un kasbdoshlarga mushu Uyg'ur tibbiyot madaniy meroslari bilan kasal davolagan doktorlarimizning mushu sohada yetaklab hukumatninki o'lchamiga tushirib tartiblab mangalaydiganligimga kuzam yetkazishga men talab qilib birinchi bo'lib Xotanda tarmoq shirkat qurishni talab qildim. Ondan keyin meniki shu Xotandagi sog'lomlik mahsulotlari sotilgan do'konlar bo'lsin, shu kutinish o'rinlari bo'lsin, shu sohadagi qiyinchiliklarni, ya'ni kinishga elish deymiz, salohiyat kinishga elish deymiz. Undan bu sog'lomlik sohasidan, sog'lomlik ma'rifi bilan tarbiyalash tarafda bularni shu Baoyikan guruhimizning yetaklashi bilan ularni yetaklab mangalaydiganligimga hamda shu sohada bütün Xotandagi 7 noida zanjirsimon qilib kutinish o'rni ham sog'lom mahsulot sotadigan do'konlarni ochishni nishon qilib turib, men bu shirkatni qurdim. Davomli mushu sohada ham izlanyapman, tirishyapman. Cho'qim Xotan diyorni uzoq qolmay haqiqatan tartibli bir davolash sistemasi bo'lgan bir o'rniga aylantirishni ko'zlamoqda. Men cho'qim qila olayman. Çoxum Xotan xalqining faxri bo'lgan, eng yaxshi ana layoqatlik, pishib yetilib chiqqan doktor ham korxonachi bo'lishga yine ko'zlamoqda. Cho'qim qila olayman. Men nurg'un kishilarning umidi. Rahmat. Hayajon so'zlarim shagacha bo'lsin. Asli noyatda jiq qasonlar bilan noyatda jiq bir paranglashib fikrlashni o'ylab kelgandim. Vaqt munosabati bilan bu yerda aqlashtirib Güzel Nur Hanım, işinmenki, muşundaq tirishsingizlar cho'qim arzularingiz amalga oshadi. Mening yetakchi ustozim Amangul muallim cho'qinguchim. Eng qo'l qo'ydigan dunyodagi eng birinchi qo'l qo'ydigan ayol. Bildi bizning shu Amangul xonimmi, shu bizning hozirgi zamondagi tirishayotgan iqtidorli ayollarning tipik vakili. İşinmenki, bizning shu Amangul xonimning yetakchiligida sizga o'xshash va shundaqla Amangul xonimga o'xshash shundaq bizningki naytimi qaltis ayollarimiz texmi ko'plab maydon keladi. Cho'qim yetishib chiqadigan ish nima? Cho'qim Xotan ayollarni hammasi qaltis qilib yetishishga ishonchim komil. Rahmat. Do'stlarim, rahmat. Agar shundoq yaxshi bir narsa ko'rdim, lavha qandaqa? Lavani kim ib keldi? Texnik bir ib chiqqan bo'lsanglar, bir o'qiyotgan bo'lsak, bizning chiroyli qizimiz Nadira qiz bir o'z chiroyli ovoz bilan bir o'qib bergan bo'lsa, ana. Taqdirnoma. Taqdimnoma. Isilning aslimi, vaslimi isil. Qish, yoz, bahor, kuz, faslimi isil. Isilsang mushundaq isilga isil, sop vijdon g'ururi, naslimi isil. Xinjiang Baoyikan umumiy sog'lomlik mablag' silish pay kontrol guruhining qurilganligini chin ko'nglimdan tabriklayman. Buningdan keyin kishilarning utuqliq bo'lishini umid qilaman. Mehribonim Amangul lider ham Yoqubjon liderning umrining uzun, tenining salomat, oilasining baxtli, xotirjam ham turmushining ma'nilik, mehr muhabbatlik o'tishini tilayman. Ehtirom bilan cho'qing'ichingiz Pichan qizi Zo'rigul Habibul. Muborak. O'z qo'lingizdan topshirib bering Amangul liderga. Unda o'z rahmat Amangul lider sizni charchitib qo'ydik lider aramagan bo'lsangiz rahmat sizga. Sizga rahmat. Buldu unda bo'lsa, bugun mush faoliyatimizning eng kichik hayajon soldigan ko'ngillik minutlarga keldik. Ya'ni mushu mukofotlash bosqichi.
Bugün bizdeki Şinjan Baoyikan Umum Sağlamlık Məbləğ Siliş Pay Kontrol Guruhidiki bizning şu Amangül xanımla şu naq meydan kelgan mehmonlarga o'ziki ko'ngil sovg'isini bildirish uchun mush mehmonlarimizning orasidan ta'laylik mehmon tanlab chiqadigan bir bosqichni qo'shibdi. Unda bo'lsa, hozir biz shu bosqichga keldik. Qani mehmonlar hozir ko'rib turibdimiz. Bizning cho'ng ekranda ta'laylik tomoshabinlarningki nomerlari chiqadi. Unda bo'lsa, başlaytamdık. Başlaytaylik. Nomer hamda har biringlarning oldida birdan daftar bor. Shuning orqaga qarasanglar, shuningga nomer yezig'liq shu sizlarning nomeringlar bo'ladi. Unda bo'lsa hammanglar daftarlaringlarni yutirib o'tmay, qarab o'tirgan bo'lsanglar, unda bo'lsa ta'tir sanaq hozir boshlandi. Nadira xizmatchi xodimlar tayyorlangan bo'lsa sanaqni boshlandik. Qani sanaqda boshlaymiz. 3 2 1 aylansin. To'xtasin. Alqalarınız taz kıçıştı ya da. Mübarek olsun. Bulduk mu? Nefes oturup da sana buldum. Rahmet. Hamda biz bugünkü 2 derecelik mukafatga erişken ta'laylik mehmonimizni tanlab chiqamiz. Bununla 3 mehmonni tanlab chiqamiz. Qani nomer taxtimiz aylansin. Aylansin. To'xtasin. 41 nomerlik mehmonimizga ta'laylik. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Aylansin. To'xtasin. 71 nomerlik mehmonimiz. Sakning marhamat. Qani? Ta'tir sanaq başlansın, aylansın ha, cho'ng ekran. To'xtasin. 19 nomerlik ta'laylik mehmonimiz. Saklimizga marhamat. 19 Shijiu Hao. Aman. Voy. Lider sakning marhamat. Ta'laylikni ta'lay ya. Uzanlarning mahsulotini ishlatilgan fursatlarmi bordu? Ya birasiga o'tnib berantons ya. Ulu mukofotni sizga beraveramiz. Hali ko'nglingizni kimga zarqingiz kelsa shuni berib olsangiz bo'ldi. Bizning 2 nafar 2 darajalik mehmonlarimizga Baoyikan yolluq qaytirish tozalash malhamidan bir yurish sovg'a qilindi. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Endi bizning bugungi faoliyatimizning eng ta'laylik mehmoni, birinchi darajalik mukofotga erishgan mehmonimizni tanlab chiqamiz. Qani, cho'ng ekran aylansin. To'xtasin. 17 nomerlik ta'laylik mehmonimiz. Qani 17 nomerlik ta'laylik mehmonimiz. Voy, mana muborak bo'lsin. Sizga marhamat. Mana. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mehmonimiz bo'lsa, Baoyikan metriga talqini, ya'ni bizning bugungi eng alohida mahsulotimiz bo'lgan Baoyikan metriga talqindan bir yurish mukofotlandi. Muborak bo'lsin. Qani marhamat. Marhamat. Bir yurish degan bayam shundami? Ta'laylikkan sizmi bizning bugungi mana kozur mahsulotimiz sizning qo'lingizga tegdi. Muborak olsun. Muborak olsun. Siz birinchi darajalik mukofotga erishdingiz. Siz bu shirkatningki vakolatchisimi? Akamning aylig'i vakolatdan qatnashgan kelgan. Akangizning ayoliga vakolatdan qatnashdingizmi? Akangiz vakolatchi bo'lish oldida unda bo'lsa akangizning ayoliga vakolatdan qatnashqil keldingiz. Cho'ng ekran turibdi, bir ikki qiz gapirib beramsiz. Chunki siz birinchi darajalik ta'laylik mehmon bo'ldingiz emasmi? Gapirib beramiz. Sayajonlik elikida bugun ben xo'sh bo'ldingiz. Shundaqmi? Mahsulotni oldingiz. Xo'sh bo'ldingizmi bundoq? Xo'sh bo'ldim. Ikki qiz gapirib beramsizmi? Hurmatli mehmonlar, yaxshimi? Qanaqa ahvolinglar? Men hozir shu xo'sh bo'ldim, ama shu tushuntirishni anglab, men shu vakolatchi bo'lish oldi turmoqdayim deb bundan keyin chiqib qatnashay deb o'yladim. Rahmat. Yenge, bugungi ta'lingiz menga o'tib ketib qoldi. Apla, bugun o'zingiz kelgan bo'lsangiz, texim yaxshiladi demoqchimi? Bo'ldi, muborak bo'lsin. Xo'sh, hurmatli mehmonlar, unda bo'lsa biz bugun yana bir aziz mehmonimizga saklimiz taklif qilamiz. U bo'lsa-mu
新疆保益康大健康投资控股集团医学顾问专家任建江先生上台为我们说几句话，有请。 Şinjan Şeyhan Tibbi Üniversiteti Terengi Medisinası Joңi Tibabat kasbini a'lo natijadan bitirgan bakalavrlik unvoniga ega Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik nazorati tarmoq Atirte turma doktorxonasining sobiq mudiri bo'lgan Rinjanjang apandimni so'z qilib berish taklif qilamiz. Rahmat. 尊敬的各位领导、各位嘉宾朋友们、各位同事们，还有我们的2位主持人以及我们全部的摄像人员，大家下午好。我是保益康大健康投资控股集团的医学顾问任建江。今天我怀着无比激动的心情来参加本公司的新产品发布会。 首先，我仅代表个人，祝愿保益康大健康投资控股集团的新产品发布会取得圆满的成功。当今社会快速的发展，人们的生活水平也发生了翻天覆地的变化。快节奏的社会发展导致了人们的工作、学习和生活的节奏也随之加快。 这种快节奏的工作、学习和生活压力直接导致了一个严重的后果，就是人们忽略了自己的健康，从而导致亚健康。亚健康是一种不断变化的动态过程，很多恶性的肿瘤、心血管病、糖尿病均是从亚健康状态转变来的，甚至还有一些人积劳成疾，发生猝死。 若我们能积极地进行生活方式干预，就可以逆转这种状态，预防不良后果的发生。所幸的是，现在健康被越来越多的人所重视，各种放慢工作、学习和生活节奏，去远足、去旅行，各种健身和有氧运动，以及对绿色食品和健康食品的接受和不断增长的需求。 催生了一个庞大的绿色食品和保健食品市场，而保益康大健康投资控股集团正是发现了这一个市场，并从中开发了保益康有机灵芝破壁孢子粉胶囊。灵芝大家都知道是名贵的中药材，距今4300年左右的《黄帝内经》就记载了灵芝是上千味中草药中的唯一能入5经的。 上品药材，在人类健康的3大瑰宝中，虫草入肺、肾2经，而人参入肺、脾、心3经，这2个加起来才入了4经，而灵芝入心、肝、脾、肺、肾5经，调五脏，因此灵芝享有百病之药的美誉。我国最早的，距今也有2000年的。 医学著作《神农本草经》收载了365种药品，分为上品、中品和下品。上品为主养天命以应天，无毒有效，多服久服不伤人。灵芝被誉为上品，久食身轻不老，延年益寿。保益康有机灵芝。 破壁孢子粉就是采用了最新的破壁提纯浓缩工艺，最低的减少了灵芝有效成分的破坏和流失，最大限度的保留了灵芝的功效。保益康有机灵芝破壁孢子粉就是一款简单的、最方便的保健食品，它具有滋养五脏六腑、补益全身、防癌抗癌、保肝护肝。 安神助睡眠，养颜抗衰老，降三高，提免疫，防止亚健康的作用。今天，保益康大健康投资集团在这举行盛大的产品发布会，就是向世人宣布，正式进军保健品市场，去分一块属于保益康大健康投资控股集团的蛋糕。最后，我衷心祝愿各位领导。 各位嘉宾朋友们，身体健康，
生活愉快。衷心的祝愿宝益康大健康投资控股集团新产品发布会取得圆满的成功。谢谢大家。感谢温先生的详细讲解和介绍。 Şinjan Baoyikan guruhimizde mundaq bir yaxshi do'st birodari bor. Amangul lider, Yaqubcan liderning aqida bularni qo'llaydigan, bularning eng yaqin o'ng qanoti, so'ng qanoti, eng yaxshi bir maslahatdosh, yetakdosh, qalbdosh, do'st, aramdosh bo'lgudek bir yaqin do'sti bor. O bo'lsa-mu Şinjan Baoyikan umumiy sog'lomlik mablag' selish pay kontrol guruhi bozor etish bo'limining bosh direktori Baratcan direktor setiş jihatlarda oldi bilan liderlar bilan emas, mushu bosh direktorlar aloqalisizlar. Shunga fursatni ching tutib, Baratcan direktor bilan aloqani yaxshi bog'lashinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Qani alqi sadolaringlar Baratcan direktor bo'lsin. Baratcan direktor xush kelibsiz. Shuncha xush bo'ldik. Rahmat siz faoliyat uchun nurg'un javr japalan chekdingiz. Sizga rahmat aytamiz. Unda bo'lsa shirkat to'g'riliq, guruh to'g'riliq, qisqacha mahsulot to'g'riliq bizga to'xtalib beramizmi? Bo'ldi. Rahmat. Oldi bilan naq maydon kelgan barliq aziz mehmonlardan bizning ustoz san'atkorlarga salom bo'lsin. Xush keldinglar, jabot atdinglar. Ondan keyin Jiroqdan, Xotandan, Qashqardan, Oqsudan. Yana nereden keldinglar? Yana nereden kelganlar? Demak asosan Oqsudan shunaq, Oqsu, Qashqar, Xotan. Shayardan keldi. Qarshi olamiz. Hammalar jabot atdinglar. Aldılar özümle tanıştırıp bitti. İsmim Baratcan. Özüm Atuş'tan, Yaqubcan lider bilen yurttaş. Belki müş köpünce dostlarım buluşup, Atuş'tan dostlarım buluşup mümkün. Bizdenki Roza Aziz dostumuz da, nakışımız, sanatkarımız Atuş'tan. Demek bugün hemimiz çıraylık yığıldık, çıraylık bir daşkan oturup ganimet. Aldı bilen özüm tanışıp özüm ismim Baratcan bayam degende adak dizilişattım ya. Bir cevap verirken bolsanglar. Cevap verirken bolsanglar. Men mahsulotni bir tamkin taqalsanglar bo'ladi ha. Chunki Baratcan direktor men baş şirkatdagi eng qo'lliq odam. Chunki shu vakolatchilar Baratcan direktorni ching tutmasanglar bo'lmaydi. Liderlar aqida, lekin Baratcan direktor bilan munosabatni yaxshi o'rnatmasanglar, Amangul lider, Yaqubcanlar bilan do'stlik o'rnatolmaysizlar. Avval birinchi qadam mushaqa. Shuning uchun jim o'ltirib olgan bo'lsanglar, mahsulotni bir tamkin olsanglar bo'ldi. Chunki bu mahsulot tugab ketmaydi. Sizlarning qo'linglarda bor, vakolatchilarning qo'lida jiq bo'ladi. Chunki birinchi qadam tugagan bo'lsa-ma, unda o'z tinish o'tirib Baratcanning gapini anglagan bo'lsak, ha? Xo'sh. Hammamiz meningcha sog'lomlik izlab keldik. Hammamiz sog'lomligimizni yaxshi ko'ramiz. Shunaqmi? Shaxsan mening oilamga qarasak, kichikimizdan opam jafokash keldik. Hammamizning onlarimiz jafokash. Xuddi mening oilamdimi shaxsan mening ayolim o'ltiribdi. Haqiqatan idorada jafokash xizmatchi, uyga kelsa bir ona, ayol. Demek ballarımız için, ailemiz için jafo tortadi. Demek onlar jafo tortadi. Demek mening opamlar jafokash uyini deb, balini deb jafo tortdi. Eng oxir erishgan nim bo'ldi degan kasal. Opam tugab ketgili 7 yil bo'lib qolibdi. Demek rak kesli. Biroq deb angladik, hisobda 1 yil 365 kun. Lekin ayrilib qoldik. Belki aramızda ayrılıp kalgan buluşu mümkün. Şuna demek sağlamlık hepimiz için mühim. Bunu bilemiz, bilmeydiğinler yok. Sağlamlık doğruluk kitaplarını görürüz, videolarını görürüz, savatlarını anlayımız. Şuna yaxşı savatlarımız görmesen bizdenki bulutur dershanemiz var. Bu dershanede mi ders anlatkanlar heli köp. Adıqıca 20-30 bin etrafından bizden yaxşı görüp anlatkan bizdenki anlıqçılar var. Hepimiz sağlamlığımızı yaxşı görürüz, bilemiz. Qandaq asrashni, qandaq o'zimiz kutishni bilamiz, lekin yangi kasallik qanday qilib qoldik? Giribdor bo'lib qoldik. To'g'rimi ya? Bu yerda nima uchun degan bir narsa kelib chiqdi. Albatta deyishimiz mumkin 40 yilning yaqini bo'lganda, yiltiz surish qilib kelsak, tuproq bo'lganda. Shunaqa. Ondan keyin bizningki o'sha dehqonchilik texnikasi ishib ketdi. Ishib ketish sababidan asharatlar qanday bo'lib ketdi? Yo'qolib ketdi hozir. Bular yo'qolib ketmadi emas, amaliyat nima bo'ldi? Yo'qolib ketishdan burun dehqonchilik doğrusu tarafidan qanday oldi? Yo'qitildi. Shunaqa. Demak bizning taomlarimiz manbasi bo'lgan tuproq bo'lganda, yemak-ichmak bo'lganda, havo bo'lganda chiqib bo'lganmagan narsalar oz qoldi. Shunaqa. Demak sog'lomligimizni hozir yo'qotyapmiz. Demak shunday bir paytda bizning mahsulotlar o'tirib chiqdi.
Bununla biz qanday vakolatchi bo'lishni hammiz o'ylayotgan bo'lishimiz mumkin. Shunaqo bizning to'rdagi ko'rayotganlarimiz bor naq maydonda. Mushlar esil mahsulotlarni bizningki guruhimiz chiqaribdi. Ham bugun naq maydonga kelgan barliq tomoshabinlar qanday qildik buni? So'q qildik. Mush mahsulotlarga qanday qilib setish huquqiga erishimiz yoki mush mahsulotni setish orqali o'zimizning do'konni ichish orqali yoki tarmoq shirkatdan ichish orqali qanday kirim yaratamiz degan xiyol savol cho'qim hammamiz keldi. Shunaqa. Demak bizning shu mahsulotimizga biz chunki bizning guruhimizningki bir madaniyati nima deganda odamni ilg'imaydi. Mayli u o'qish bitgan bo'lsin yoki uningki diplom bo'lsin yoki bo'lmasin, u odam bu. Cho'qim unga bir fursat berib, shunga o'xshash mush mahsulot orqali o'zining iyligini tiklayman degan har qanday odamga biz fursat beramiz. Masalan bizningki hamkorlik usuli 3 xil usul bor. Masalan bizning mahsulotga vakolatchi bo'lish eng tuan o'lcham faqat 3000. Oldin 3000 yen topshirsangiz bizning shu mahsulotimizning butkul Jungodagi setish huquqini qanday qilamiz? Berib o'tamiz. 3000 qo'y. Yani 30 minglik mal algandaki bahane fakat 3 ming yen qanday qilamiz? Beramiz. Ham mush 6 ayning 1dan 7 ayning 1gacha biz mukofot o'rlashtirdik texnologiyani sirt. Bugun bu oldinlarga 1dan mukofot oldinlar shunaqa bundan sirt 3 ming qo'y topshirib bizning mahsulotlarga vakolatchi bo'lganlarga bizningki Boykan markasida esil chamdallar bor. Bu mukofot bor. Undan sirt yani bizningki Onunda mı yukarı vakolatchilar var. Mesela 60 minglik, 90 minglik. Yani bular 6 ming, 9 ming. Fakat 6 ming, 9 ming topşırsanızlar, muşi mahsulotlarning kirish bahası hesapta sizinki mesela bir kutu mahsulotniki ben misal qilib beray. Nima? Bizningki mehrga talqini 388 qo'y, mushningki 25% foydani biz qanday qilamiz? Bizning vakolatchilarga ayirib beramiz. Ko'p foydani hesapda. Demak nurg'un mablag' chiqardik, texnik chiqardik, nurg'un mutaxassislarni taklif qildik. Mush masalan setib olgandan keyin bizning o'ltiribdi mana mutaxassislar guruhi bayonma so'zildi. Mush bizning doktorlar salohiyat ega maslahat berish salohiyati bor bizningki mutaxassislar guruhi qanday qildi? Maslahat berdi. Shuning bu maslahat setilib bo'lgandan keyin buning maslahatini qanday qilamiz? Kim maslahat bera, kim kasal qarta, rizq bera yoki qanday maslahatlarni beradigan degan o'ylashdan keyin uni bu g'amlarni sizlar qilishning hojati yo'q. Demek bu maslahat yetkizishdan tortib toki oxirgi mulozimatgacha bizning guruhimiz bularning hammani qiladi. Onun boshqa bizning sumriq bayam chiqqanlarni ko'rdik hammamiz, sumriq vakolatchilar deb. Ana bu sumriq vakolatchilar nima deganda bizning shu burkut vakolatchilar qanday qildi? Mol ta'minlash, tarbiyalash, onun boshqa bizningki tarmoq do'kon ichish, hatto shirkat ichish huquqi va imtiyozni qanday qilamiz? Berib o'tamiz. Bu jihatda agar qiziqqanlar bo'lsa, davomli so'rasanglar bo'ladi. Bugun men vaqtda qistab qopti. Men bu jiq qilishga bugun fursat berib qolgan bo'lmadi. Bizning nihoyat yaxshi imtiyozlar bordi. Nurg'un mukofotni yo'l qo'ygan. Hatto bizning bu sumriq vakolatchilarga biz guruhdan masalan mashina, nurg'un shirkatlar mashina beryapti shunaqa. Bakchi qatoramiz, mahsulotmichiq shirkatlarimiz nurg'unlar mashina beryapti. Endi bizning guruhimiz bizning vakolatchilarga uy turalgı öy. Bu hammamizning yigitlarning nishoniga deyman, to'y qilmagan yigitlarningki. Demak, uy mukofot. Nurg'unlarning Urumchida yashig'isi bor, Urumchida Erkinazada yashig'isi bor. Demak, bizningki shu mayli siz qayerdan bo'ling, noposingiz yetkash orqali Urumchidan bir yurish uyga qanday qila olasiz? Erisha olasiz. Bo'lamdiki? Bo'lamdiki, jalb qilamdimi? Albatta qiladi. O'zingiz pul topsiz, o'zingiz sog'lom bo'lsiz, o'zingiz go'zal bo'lsiz. Ahırda bir öyge erişsiz. Turalgı öyge. Muqim bir turalgı öyge. Demek, manım şunda karxan bilen emkarlış menimce nait bir baxt ve ta'limiz deb qarayman. Şahsen menimma ta'lim. Şuna ahırda sözümni ahırlashsam müşta bir yaxshi shirkatga, yaxshi bir guruhga tunishganligim mening xo'shalligim. Ham sizlarning müşta bir shirkat bilan bizning guruhimiz bilan ko'rish yak nisb bo'lish bu biz taqdir bir talay. Şuna mush talayni kim tutib olsa shuning bo'ldi. Şuna ahirda aytganim yanıla fursat tutib olganlarga mansub tayyorlik qilganlarga mansub. Rahmat. Boykan guruhining liderlaridan ko'p yaqindamiz rahmat sizga. Xush bo'ldum. Rahmat sizga. Nadira qiz bayon dedik.
yıpılmaydigan dastka yok, ahırlaşmaydigan sorun yok diyendek bugünkü bizden Şinjan Baoikan umum sağlamlık mablag' selish pay kontrol guruhining qimmatlik tibbiy ilmdan sovg'at temisidagi axborot e'lon qilishimiz vaqt e'tibori bilan mushada oxirlashdi. Shundoq yo'lni yiroq ko'may, yiroq yaqindan bizning faoliyatimizga qadam tashrif qilib bergan aziz mehmonlar, vakolatchilar va bizning suyimli ustozlarimiz, san'atkorlarimiz sizlarga yana bir qatim rahmat bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xayr, xo'sh kelar qatimliq Baoikan guruhining faoliyatini ko'rishgaymiz. Hammalarning aziz tininglar yana bir qatim salomat bo'lsin. Xayr, xo'sh do'stlar, omon bo'linglar. 亲爱的来宾朋友们，新疆宝益康大健康投资控股集团宝贵的医学新闻发布会到此结束，感谢您的光临，谢谢您，祝您身体健康，万事如意，再见。